Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Turmasa sizlar bilan Gamer Rus kanali, Dilsi Nodirbek kanali bor. Bugungi videomizda sizlar bilan biz mana bu sariq futbolchilarning sariq kartali o'sha yangi finalga yarim finalga chiqqan eng yaxshi futbolchilarni olishni o'rganamiz. Videoni boshlashdan videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanday videoni boshlash bo'lsa. Qayli do'stlar, sizlarga bitta bak o'rgataman jigarlar. U bak orqali sizlar bemalol xohlagan futbolchilarni bitta tushirib olsanglar bo'ladi jigarlar. Qaranglar mana. Bas kimdadir 15 ta agent bo'lsa, agar 15 ta agentga ham bir xil tushmayotgan bo'lsa jigarlar, 10 ta agentga ham tushmayotgan bo'lsa, sizlarga 7 ta agentda 100% tushirishni o'rgataman jigarlar. Bitta akkauntinglar, masalan, bitta akkauntinglarda 8 ta agent, 8 ta agent yig'asizlar, 8 ta agent. 8 ta agent yig'gandan keyin bitta akkauntni ikkita telefonga o'tkazasizlar, ikkita telefonga o'tkazasizlar jigarlar. Nimaga ikkita telefon o'tkazgan paytlaring, mana ikkala telefondan kirasizlar bir xil paytda. O'sha ikki telefondan bitta paytda ikki telefondan shunday bossanglar jigarlar. Ikkovidan bir paytda bossanglar, dilisi eshitishimcha dilisi bu ikkita agent, o'sha bitta agent ikkita agent hisoblar ekandagin, ikkita hisoblab olar ekanda jigarlar. Shunaqa qilib akkauntinglarga futbolchilarni tushirib olsanglar bo'ladi jigarlar. Bir sinab ko'rsanglar, agar o'xshasa kommentariy yozib qoldiringlar jigarlar. Bugun videomiz shundan iborat edi jigarlar. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Nodirbek Dilsi bo'ldi. Addi shu obuna bilan like bosish esinglardan chiqmasin jigarlar. Hammanglardan padisha kutaman. Keyingi videolarda qanaqa video olishimni kommentariyga yozib qoldirsalaring, o'sha videoni olishga harakat qilaman jigarlar. Hammaga omad. Addi shu.